Homilador deb ko'ngliga qaraganim sayin xotining haddidan oshyapti. Nozimaga ham kun bermay qo'ydi. Zo'rg'a o'zimni tiyib yuribman. Menga qara bolam. Yaxshisi shu tuqqunicha Oysinikida turib tursin. Ikki ovsin bir bolani boshlamasin. Hozir ikkalasini ham asabi joyida emas. Bir-biriga ziyon yetkazib qo'ysa, shunda qo'rqaman-da. Oyi, qanaqasiga shu ahvolda onasinikiga olib borib tashlayman. Qaynonam homilador xotiniga qarashdan qochibdi-ku demaydimi? Nima desa devorsin, menga nima? O'zi tarbiya bergan qizi. Bir jabrini tortsin. Tili tiyilardi. Oyi, kichkina keliningiz ham farishta emas. Nuqul shuni yonini olaverasiz. Xotinlar ishiga aralashma. Kimni yonini olishni o'zim bilaman. Sen qayoqdan bilasan janjal kimdan chiqayotganini? Ertalabdan kechgacha ishda bo'lsang. Kechqurun xotining muloyim mushuk bo'lib qo'yningga kiradi. Oppoq bo'lib qolaveradi, shundaymi? Mayli oyi, bilganingizni qiling. Menga nima? Menga desa butunlay haydab yuboring shu keliningizni. Bugunoq olib borib tashlayman onasinikiga. Agar xohlasangiz tuqqandan keyin ham olib kelmayman.